Azizlar, bundan 5-10 yil oldin yozilgan she'rimni o'qib bermoqchiman. Bu aslida Qur'onimni tarjima qiling deb yozilgan. Men kechagida buni internetga qo'yishda Muhammadni tarjima qiling deb o'zgartirib Muhammadni tarjima qiling deb o'qidim. Bunga hamma ham tushunavermasligi mumkin deb asliga qaytarib Qur'onimni tarjima qiling deb o'qib berishni lozim topdim. Qur'onimni tarjima qiling, o'z so'zim o'z ona tilimga, men ham axir tushunib yetay bobom sajda qilgan ilmga. Qur'onimni tarjima qiling, men chanqoqman o'sha ilmga, o'rganishga majburman axir nur taratgan 1000 yil yo'limga. Har bir inson tushunib yetsin Alloh bergan duolar sirin, har bir inson sevadi axir ilm bergan ustozim pirin. Ilm olish gunohmas evoh, ilm bilan yechilar har choq. Iltimosim yerda qoldirma, yaqinroq kel, madad ber Alloh. Tong sahardan qiblada ko'zim, adolatga Allohimga nido har so'zim. Huzuriga borishdan oldin suhbatidan quvonsin so'zim. Muhammadni tarjima qiling, yuzin ochsin qizim nabiram, bilmay o'zin qurbon qilganni qabul qilmas ekan qabr ham. Bundan 15 yil oldin 15 yil oldin o'zini qurbon qilish xotin-qizlar orasida ko'p yuz berib boshladi. Bu qishloqlarda ayniqsa hayot og'irligidanmi yoki boshqa sabablardanmi, dining noto'g'ri talqin qilinishidan shu narsalar sababmikin, shu narsalar avj oldi. O'sha paytlar bu she'r tug'ilib har xil qilib yozilgan edi. O'shalarni jamlab 5-10 yilda yuzaga keladigan she'rlar bo'ladi. Shunaqa yozganlarimdan bitta she'r deb qabul qilasiz. O'sha paytlarda internetda chet eldan, Suriyalardan odamlari olib chiqib sochidan ushlab bo'yniga pichoq tortayotganlarni, boshqalarni internetga chiqarib Xudoning istagi shu deb Xudoning nomini yomonlab shunday narsalar yuz berardiki, bu juda dahshatli edi. O'sha paytlarda o'zimizda ham portlashlar sodir bo'ldi, boshqa bo'ldi. Diniy tashkilotlar yuzaga keldi. Yoshlari shahidlikka borasiz, Xudo yo'liga joningizni berasiz deb targ'ibot qilib yoshlarni chet elga sotib yuborish ishlari. Yoshlar lo'q ko'nadi, tushunmaydi. Xudo yo'liga ketyapman ekan deb, shahid bo'lsam Xudo yo'liga ekan deb o'zini qurbon qilib qancha yoshlarimiz ketdi. Meni farzandim Otabegim ham shunaqalar qo'shilib o'shalarga aldanib ketdi. Oradan 22-yilda shahid bo'ldi. O'g'lingiz shahid bo'ldi deb xabar keldi. Shu narsalari tanamda. O'sha ketganidan borib masjid bormadi, yangi bormadi, borib yalinib yolvorib, meni olsang ol, meni jonimni ol, o farzandimni qaytar deb nidolar qildim. Afsus, hammasi afsus bilan tugadi. Xudosizlar odam so'yasiz, nafs yo'lida yonib kiyasiz. So'ng musulmon ishi deb tag'in musulmonga ayib qo'yasiz. Qur'onimning xor dushmanlari shahidlikka da'vat qilasiz. Farzandlarning jonini tikib o'z joningiz asrab yurasiz. Qur'onimda yozib qo'ygan-ku, odam so'yish eng oliy gunoh. Odam so'ygan o'zi odam emas, odam so'ygan dinsiz pasmaras. She'r chizgan suratni ko'rib sig'may ketdim joni tanimga. Farangilar ehtiyot bo'ling, hasad qilmang mening dinimga. Yo'qsa bobom temir sovutin kiyib olgum yana egnimga. Sizni hurmat qilganimday men, siz ham qarang mening ko'nglimga. Muhammad ku do'stlik elchisi,
adolat va tenglik sovchisi, din dunyoda durdona o'git, bilib o'qing chaynamang chovut. Muhammadni tarjima qiling 101 tilga, 1001 iqlimga, bilib qo'ysa bilmaganlar ham sajda qilar mening dinimga. 17-yil o'qib ko'chirgan ekanman. O'sha she'ri jurnalining o'sha matbuot xonasini avtomatdan o'qqa tushdi. Ish qilib o'sha jurnaldan ham shu narsa uchun ham o'ch olishdi. Ish qilib nimalar bo'lmadi bu dunyoda, butun dunyoda, Suriyada, boshqa joylarda.